Lag'monni bu usulda birinchi marta tayyorlab ko'rdim. Uyg'urcha lag'mon tayyorlaymiz. Unga muzdek tuzli suv, tuxum solib, qattiqqina qilib xamir qorib olamiz. Yaxshilab qorib, tindiramiz. Xamirni ko'p marta mushlab, tindiramiz. Tingan xamirni yoyib, lenta qilib kesib olamiz. Lenta qilib kesilgandan keyin xamirga ishlov berganimizda yog'lab turamiz. Har bir etapda xamirlar yaxshilab tinsa, xamir osongina cho'ziladi. 2-3 marta cho'zilgan xamirni stolga o'rib, qaynab turgan tuzli suvga solib, bitta qaynashi bilan suvdan ko'tarib muzdek suvga solib olamiz. Endi go'sht sayini tayyorlaymiz. Qozonga yog'ni ko'proq solib, qizdirib, go'sht solamiz, qovuramiz. Piyoz, ziravorlar solamiz. Pomidor, qizil, ko'k, bolgarskiy solib qovuramiz. Basay karam, oq turub, tomat, seldir, chesnok solib qovurib olamiz yaxshilab. Har bir mahsulotni solganimizda yaxshilab qovursak, ovqatimiz shirali chiqadi. Oxirida suv solib, qaynab chiqqandan keyin 10-15 minut qaynatib, o'chiramiz. Solinadigan ziravorlarni video tagida opisaniyada yozib qoldiraman. Uyg'ur taomlarini qoyillatadigan kelinjonlar bormisizlar? Kommentariyada xato kamchiliklarni yozib qoldiringlar. Hammasini albatta o'qib chiqaman. Keyingi safar xatolarimni to'g'rilayman. Hammamizga yoqimli ishtaha.